Amerika Xitoy savdo urushi, Xitoy virusi, tayfun bo'roni, chekatga va tabiiy ofatning ta'siridan Xitoy bozoridagi ko'miqonoqning bahasi shiddat bilan o'rlab, o'rtacha bahasi o'tgan 4 yilning eng yuqori chekiga yetgan. Ko'miqonoq bahasining o'sishimi bir qator zanjirsimon inkoslarni keltirib chiqargan. 22 oktyabr kuni Xitoy davlat taratqular markaz televiziya stansiyasining xabari qaraganda, oldingi yillarda dehqonlar odatda tergan ochliqni belgilangan ochliq sotib olish o'rinlariga olib setish belgilangan ekan. Ammo bu yil ahvol o'xshamagan. Bu yil terilgan ochliqlarni sotib oluvchilar bas-basdan bevosita etizdan o'tkazib olgan. Xitoyda ochliq bozorini talashib, ochliq vositachilari va savdogarlardan boshqa bir qism cho'ng ochliq sotib olish shirkatlari ochliq yig'ish uchun ko'miqonoqning bahosini ko'p qatim o'stirgan. Ochliq sotib olish shirkatiga mas'ul kishining bildirishicha, navbatdagi kundalik sotib olish miqdori taxminan 15 ming tonna bo'lib, normal yillarga solishtirganda yarimiga to'g'ri keldi ekan. Xitoy yem-xishak sanoat uchurtori e'lon qilgan sonliq ma'lumotga qaraganda, 16 oktyabrdan Xitoy davlat ichidagi ko'miqonoqning bahosi davomli o'rilib, har bir tonnaning o'rtacha bahosi 2387 yuan xalq puli bo'lib, oldingi kundagidan 9 yuan o'rilgan. Ko'miqonoq Xitoyning asosiy yemaklik ziroati bo'lib qolmay, yana boqimchilik yem-xishaklarining asosli xam ashyolarining biri. Shunga ko'miqonoq bahosining o'sishi yem-xishak bahosining o'sishini ilgari surgan. Sentabr oyida ko'miqonoqning xam ashyo sifatida bahosi bulturga o'xshash mazgildagidan 7% dan ko'proq o'sgan. Onundan boshqa kraxmal, sport qatorliq tövan eqindagi ko'miqonoq pishiqlab ishlash mahsulotlarining bahosi shiddat bilan o'sib, ko'miqonoq sportining bahosi o'xshash mazgildagidan 22% dan ko'proq o'sgan. Buningdan boshqa Xitoyda ko'miqonoq bahosining o'sishi Xitoy Amerika savdo urushidan keyin Amerika purchoq importining tuvalishi bilan munosabatli deb qaralgan. Amerika dunyodagi eng chong purchoq ishlab chiqaruvchi bo'lish sifati bilan Amerikadagi purchoq dehqonlari Xitoy Kompartiyasining o'chilish nishoniga aylangan. Purchoq muhim yem-xishak beqindisi bo'lib, Xitoydagi purchoq bilan ta'minlashning oziyishi o'rniga ko'miqonoq saqlangan. Shuning bilan ko'miqonoqqa bo'lgan ehtiyojning eshishi bahoni o'stirgan. Ko'miqonoq Xitoyning boqimchilik kasbi uchun nihoyat muhim bo'lg'achqa, allaqachon Amerikaning ko'miqonoq importini oshiryotdi. Chunki Amerika Xitoy savdo urushi, Xitoy virusi, tayfun bo'roni, chekatga va tabiiy ofatning ta'sirida Xitoy yaqinqi yillardan buyon tunji ko'miqonoq yetishmasligiga duch kelgan. Amerika Ezigilik ministerligi oldingi oyda Xitoy sotib oluvchilarning 660 ming tonna Amerika purchiqi buyurtganligi, Amerikalik shaxsiy eksportchilar Xitoyga 101,600 tonna ko'miqonoq sotganligi 2020 yildan 2021 yilga yetkazilganligi xabar qilingan.